Insoniyat ichidagi eng go'zal o'rnak sifatida sahobalarning eng buyugi, ummatning eng qadrlisi Abu Bakr roziyallohu anhuni ko'rishimiz mumkin. U buyuklik bilan boshladi, buyuklik bilan yakunladi. Har doim buyukligicha qoldi. Alloh undan rozi bo'lsin. U bu dunyoda 25 yil musulmon bo'lib yashadi. U 25 yilini buyuklikda o'tkazdi. Nafaqat u kishi, ko'zlarimizga to'tiyo qiladigan yana juda ko'p ismlar borligiga shak shubha yo'q. Ular buyuk ishlarni amalga oshirishdi, buyuk natijalarga erishdi. Eng buyuk yutuq Allohning rizoligiga erishishdi. Buyuklik ularga uyg'un keldi, ular buyuklikka uyg'un kelishdi. Ular qanchalar baxtlilar, ularning izidan borishga intilganlar qanchalar baxtlilar. Biz Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rnak olishda davom etishimiz mumkin. Buyuklikning va buyuklik shijoatining kishisi sifatida undan o'tadigan yo'q. Hech kim bo'lmaganida ham men shu yerdaman deb chiqdi. Bu buyuklik edi. Mol kerak bo'lganida qanchaligiga qarab o'tirmay molini chiqardi. Bu ham bir buyuklik edi. Dardga darmon bo'ladigan odam qidirilganda u dardga darmon bo'ldi. Tom ma'nodagi buyuklikka qo'l urdi. Hamroh kerak bo'lganda hamrohlik qildi. Yo'l g'orga borib tutashganida u g'orga kirdi. Ularni kuzatib kelishdi, nayzalarni ko'zining oldiga qo'yishdi, lekin shunda ham orqaga chekinmadi, taslim bo'lmadi, holdan toymadi. G'orda ham buyuklik u bilan birga edi. Qur'on oyatlaridan sel bo'ladigan qalblar izlanayotganda ham u buyuk edi. Alloh undan rozi bo'lsin. Hayotini buyuklik bilan boshladi, buyuklikda yashadi va buyuklik bilan yakunladi. Payg'ambar alayhissalomdan keyin u buyuk ummatning eng buyugi bo'ldi. Buyuk hayotning ichidan qaysi qismi olinmasin, o'sha bo'lak ham buyuk hisoblanadi. Xuddi bir necha tomchi qon inson tanasida barcha qonga dalolat qilishiga o'xshaydi. Ibodat qilayotganida, bir mo'min birodariga g'amxo'rlik qilayotganda, oilasi uchun vaqt ajratganda, dunyo ne'matlariga qarshi zuhdi ila oldingi safga o'tganida doimo buyuklik u bilan edi. Allohning izni bilan u buyuklik bilan boshlagan, buyuklikda yashagan va buyuklarga xos o'lim topgan kishi deb eslanadi. Buyukliklar orasida qaysi biri yanada buyukroq edi degan savolning javobi faqat Allohgagina ayon. Kimdir uning g'ordagi holatini buyuklikning eng yuqorisi deb ko'rishi mumkin. Boshqa bir mo'min uchun esa uning birinchilardan bo'lib iymon keltirgani buyuklikning oliy namunasidir. Yoki mol dunyosini infoq qilishdagi cheksiz saxiyligini ham ta'kidlash mumkin. Bularning barchasi bizning qarashlarimizning hosilasi. Hukmni Alloh beradi. Biz taxmin qilish, fikr bildirish imkoniga egamiz. Alloh undan rozi bo'lsin. Oldimizda turgan uning buyukligini ko'rsatuvchi ishlarni uning o'zigagina xos bo'lgan va bizga ta'sir o'tkazib, bugungi kunimizgacha davom etayotgan amallar deb ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Garchi uning har bir ishi bizga ta'sir qilish nuqtai nazaridan bugun ham dolzarbligini yo'qotmagan bo'lsa-da, birinchi iymon keltirish kabi xususiyat faqat uning o'zigagina xos. G'ordagi hamrohligi u yerda payg'ambar alayhissalomni himoya qilish nuqtai nazaridan bizga ham tegishli deb bilsak-da, baribir bu borada unga yeta olmaymiz. Abu Bakr roziyallohu anhuning buyukligi orasida bir buyuk ishi borki, bu ish zohiriy sabablar jihatidan Allohning inoyati ila islomni bugungi kungacha yetkazib keldi. Ehtimol buyuklik uchun unga bu eng maqbul vaqt edi. U esa buyuk ishlari bilan ulg'aydi va buyuklikni eng yuqori darajaga ko'tardi. Barchamiz yaxshi tanish bo'lgan kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Robbilariga qovushgan kunlari Madina-i Munavvara go'yo zulmatda qolgandek edi. Hammani g'am qayg'u chulg'ab olgandi. Hatto o'sha buyuk kishilardan biri bo'lmish Umar roziyallohu anhu ham o'zini yo'qotib qo'ygandi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Payg'ambarlari vafot etishi mumkinligini aqllariga sig'dira olisholmayotgan edilar. Xuddi osmon bilan yer o'rtasida qotib qolganday edilar. Bir necha daqiqalik bo'lsa ham Madinada tartibsizlik yuzaga keldi. Buyuk ish uchun eng munosib vaqt edi. Yana Abu Bakr roziyallohu anhu buyuklik bilan boshlab, buyuklikda yashagan kishi sifatida yana bir buyuklik ko'rsatdi. Har biri Qur'on naslidan bo'lgan, lekin o'sha paytdagi og'ir judolikdan o'zini yo'qotib qo'ygan sahobalarining o'rtasiga chiqib, buyuk bir gapni aytdi. Kim Muhammadga sig'inayotgan bo'lsa, bilsinki, Muhammad o'ldi. Alloh esa hay va qayyumdir. O'sha davrda talab etilgan buyuklik bu gapni Madinada yuksaltirishdan iborat edi.
U esa buni amalga oshirdi. Hamma biladigan va iymon keltirgan bu haqiqatni eslatdi. Odamlar aql hushini yig'ib olishdi. Islomning beshigiga shaytonning fitna aralashtirish ehtimoli yo'qoldi. Bu buyuklik edi. Shu bilan birga ummatini ham yuksaltirgan buyuklik edi. Eng qiyin damlarda eng qiyin gapni ayta oldi. Undan keyin payg'ambarimiz alayhissalom turganlari yetakchilik maqomi bekor qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun qilgan ishlari yana bir buyuklik edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak janozalari bilan ummatning o'ziga boshliq tayinlashni tanlash zarurati tug'ilganda, u yana bir buyuklikka qo'l urib, ummat uchun rahbarni tayinlashni birinchi o'ringa qo'ydi. Shunday qilib, o'sha kuni bugun yaxlit bir ummat bo'lishimiz uchun oldimizdagi eng katta to'siqni olib tashladi. Orqasidan Allohning shariatiga qarshi ko'tarilganlarga nisbatan munosabati, uning mashhur Madinada bo'rilar parchalab tashlasa ham deb boshlanuvchi sabot va qat'iyati bugun biz mevasidan bahramand bo'layotgan islom ne'matining zohiriy olamdagi sabablaridandir. Alloh uni mana shu buyuklik uchun tanladi. U esa bu buyuklikni munosib amalga oshirdi. Alloh undan rozi bo'lsin. Bugun ham mo'minlar uchun qanchalab buyuklik vaqti va makonlari kelib ketyapti. Qiyomatgacha har bir davr o'zining buyuklarini kashf etadigan voqealarga to'la bo'ladi. Iymonimizning zarurati va oldimizda muhtasham misollari bilan buyuk bo'lish va buyuk o'laroq qolish fursatlarini munosib qadrlaganimiz darajada buyuk bo'lamiz yoki aksincha oyoqlar ostida qolamiz. Butun dunyo qalbimizga ters o'laroq hujum qilgan bu davr buyuk yashash va buyuk bo'lib qolish vaqtidir. Alloh sizdan rozi bo'lsin, ey Abu Bakr, qanchalar buyuk edingiz, qanchalar mislsiz buyukliklarga qo'l urdingiz. Siz bizga oshiq bo'ldingiz, bizga o'rnak ko'rsatdingiz.